Bu uchta narsani har birimiz bilishimiz shart. Buni bilish uchun shifokor bo'lishi shart emas. Eng birinchi asosiysi hozirgi davrda juda ham internet tarmoqlarida qaysidir saytlar orqali kasallikni o'zimizga davolashga harakat qilyapmiz. Bu eng yomon birinchi xato hisoblanadi. Ikkinchisi ko'proq kasalliklar lor sohasida burundan boshlanadi, ya'ni virusli proses paytlarida boshlanadi. Burun bitadi, burun bitgandan keyin og'izdan nafas olib tomoqda kasalliklar rivojlanadi. Ya'ni burun bitganda, tomoqda achishlar bo'lganda bu kasallanishi boshlanayotgandan dalolat. Bunaqa holatda darhol malakali mutaxassisga murojaat qilish kerak. Va eng ayanchlisi hozirgi kunda ko'pchilik bizning mentalitetda shunaqa narsa borki, o'zi o'tib ketadi degan so'z. Og'riq qoldiruvchi ichadi yoki tinchlantiruvchi dorilarni ichib, o'zi o'tib ketsa kerak deb kasallikka ayanchli holatga olib kelib qo'yishadi. Va natijada vaqt o'tgan sari bu kasallik sekin-sekin surunkaliklashib borib, ba'zi holatda operatsion stolga yotishgacha to'g'ri keladi. Shu holatlarga tushmasligi uchun shu 3 ta narsaga ko'proq e'tibor beringlar. Ayniqsa o'zi o'tib ketadi degan narsani unutinglar. Kasallanganda malakali shifokorga murojaat qilinglar va har xil saytlardan, har xil lecheniyalardan foydalanmanglar. Bu o'zingizlarga juda ham katta zarar, ayniqsa cho'ntagingizga undan ham katta zarar yetkazishi mumkin.